Farzandimizga yolg'on gapirmadingiz tarbiyada. Lekin o'zimiz yolg'on gapirib turadigan bo'lsak, buni oqibati og'ir bo'ladi. Biroqdan qarzimiz bo'lsa, taqillatib kelib qolsa, otam yo'q deb aytgan edi. Qarang, bolaga o'zimiz yolg'onchilikni o'rgatyapmiz. Nima deydi kim bola? Ha, demak, yolg'on gapirsa bo'lar ekan deb. Biz e'tibor bermaymiz, mana shu holat takror bo'lgandan keyin o'sha farzandimiz kelajakda bir yolg'onchi bo'lib, va'daga vafo qilmaydigan, omonatga xiyonat qiladigan kishi bo'lib voyaga yetib qoladi azizlar. Shu uchun oilada biz o'rnak namunamiz. Farzand ota-onaga qaraydi. Chunki uni aksar vaqti ota-ona bilan o'tadi. Shu uchun farzandlarimizni yetib bo'lishida avvalo o'zimizni isloh qilishimiz kerak.